Men juda ko'p tillarni o'rganmoqchi bo'lganman va oxir-oqibat oz-mozdan juda ko'p tillarni bilmaydigan odam bo'lib qolganman. Ну, там fransuzcha jo'mop missiyada qolib ketgan, inglizcha kukumber language bo'lib yotibdi, nemischa nemislar mabodo qaytib kelib qolsa eplab tushuntiraveram. Nemisman deb aldaveraman, bilmayman xullas. Eng qiyini bab bo'ladi ingliz tili. Ingliz tili nimaga? Zamonlar qiyin edi baribir. Oldingi davomsiz, oldingi davomli, oldingi uyatli zamon ham bo'lsa kerak. Haligi kelasi kelmagan zamon deyavergandan keyin qonimda bor olaman. Mening O'zbekiston vataniman. Men davlat tilimni hech kimga sotmayman. U meni aldashma deganman. Shu, endi ularda aksentlari ham bor, britancha, amerikancha, hindcha, anjancha ham bo'lsa kerak. O'zbekcha ham qayerdadir bormi deysizlarmi? Bor. O'zbekcha, ruscha bor. Rossiyaga yangi kelgan oshingiz bo'ladi, ruschani bilmaydi, yaxshi bola. Qizlar bilan tanishmoqchi bo'lib, "Привет, девушка, напиши мне фотку" deydi, u tashi bo'ladi. Sud qilib oldi deb berchi desiz. Vada здесь сохранить deydi, yaxshi o'zbekcha, ruscha hisoblanadi.